Shok Instagram yugurishni trend qilamiz. Bitta narsa doim meni o'ylantiradi. Butun O'zbekiston xalqiga murojaat. Nima uchun doim katta blogerlar ham yo Real yo Barsani kuzatadi? U aktiv zo'r bo'lgani uchun kuzatamikan? Yo prosta boshqa ishi yo'q bo'lgani uchunmi? Qilinglar, fanatlik qilinglar, O'zbekistonga fanatlik qilinglar. Akida men Elmurod Xonazarga vashin maza qilaman. Ikkita obrazda bittasida Barsa, bittasida Real. U yutsa bunga fanatlik qilib maza qilib o'tiraveradi. U yutsa bu Tohirovning ikkita videosini ko'rdim. Bugun shunaqa gapiryapti endi. Xuddi boshqa g'am yo'qdi. Bitta savolda shu trend bo'lgani uchun ko'pchilik muhokama qilgani uchun qilarmikin shu narsani? Yo'q, ya'ni qiziqamikin. Eng qizig'i ularda 2 million 3 million auditoriyasi bor. Bir tiyinlik foydasi yo'qligini bilib turib qilishadi shu narsa. Bosamiz. Real Barsada aktiv borlik uchun qilasizlarmi akalar? Shu blogerlarga tashlab qo'yinglar, shuni qiziqasizlarmi? O'zbekistonni podeshga qilaylik, bosamiz gazim. Yugurish trend qilaylik, yugurishni. U fanatizm qayerdan chiqqanini bilamiz-ku. Elmurod aka bilan Tohirovga tashlab qo'yamiz.